Mobilsozlikni yangi bosqichga olib chiqish, tadbirkorlarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, sohada malakali kadrlar tayyorlash hamda mebel mahsulotlari eksportini rag'batlantirishga qaratilgan ishlar ko'lami oshiriladi. Bu boradagi tegishli vazifalar O'zbekiston Prezidentining mebel mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda belgilab berildi. Hujjatning mazmun-mohiyati hozirgi sharhimizda. Mamlakatimizda mebel sanoatini yanada rivojlantirish, sohada xomashyo va butlovchi qismlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish, ularni import qilish hajmini kamaytirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Natijada mebel mahsulotlarimiz xorijiy bozorlarga ham kirib boryapti. So'nggi 2 yilda mebelsozlik korxonalarida ishchilar soni 8 nafarga, tovar aylanmasi esa 700 milliard so'mga oshdi. Mebel va yog'ochsozlik bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlar soni 7500 nafardan 10500 nafarga ko'paydi. 2022-yilda mebel va yog'ochsozlik mahsulotlari eksporti 30 million 600 ming dollarni tashkil etib, oldingi yilga nisbatan deyarli 2 barobarga oshdi. Ilk marotaba mebel mahsulotlari AQSh, Kanada, Fransiya va Germaniya bozorlariga kirib borgan. Prezidentimizning mebel mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida yurtimizda mebelsozlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun zarur chora-tadbirlar belgilandi. Yillik tushumning 30%ni tayyor mebel mahsulotlari eksporti tashkil qiladigan mahalliy korxonalar tomonidan injener-texnolog, lak va bo'yoq sepish ustasi, dizayner kabi xorijiy mutaxassislarga to'lanadigan ish haqining 25% eksportni rag'batlantirish agentligi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Korxonamiz 2005-yil tashkil topgan. Hozirgi kunda 100 ga yaqin xodimimiz bor. Bizning mebel sohamizni ko'p yengillik talab qiladigan soha. O'zimizda mana yog'och, hamma mahsulotlarimiz o'zimizda bor. Qarorida chet eldan mutaxassislarni jalb qilib, 25%ni assotsiatsiya qoplab beragan. Bu bizga qo'l kelyapti. Hozir mana italiyalik mutaxassislar bilan gaplashyapmiz. Xudo xolisi mart oyidan kelishadigan bo'lishyapti. 2023-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarda mebel mahsulotlari savdosi bo'yicha 40 ta do'kon tashkil etish rejalashtirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, tayyor mebel mahsulotlarini eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlarining xorijdagi ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlarining bir qismi eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan qoplab beriladi. Qarorga binoan 2023-yil 1-fevraldan 2024-yil 1-yanvarga qadar xorijdagi mazkur noturar joylar maydoniga qo'yilgan me'yor ko'rsatkichi 100 kvadrat metrdan 250 kvadrat metrga oshiriladi. Masalan, hozir Qozog'istonda 3 ta do'konimiz bor. Yana hozir MDH davlatlarida boshqa do'kon, ofis yoki ombor ochmoqchi bo'lsa, ma'lum bir qismini uyushma tomonidan qoplab berilgan. Bu bizga xarajatlarni kamaytirish bo'yicha yengillik bo'lyapti hozir. Amaldagi tartib bo'yicha xomashyo, ehtiyot qismlar, furnitura va aksessuarlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishda bojxona bojining 0 stavkalari qo'llanilishi 2024-yil 1-yanvarga qadar uzaytiriladi. Shu bilan birga 2023-yil 1-fevraldan 2024-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda mebel ishlab chiqarishda foydalaniladigan yana 10 turdagi xomashyo va butlovchi qismlar importida ham bojxona bojining 0 stavkasi qo'llaniladi. 98-yildan beri o'z faoliyatimizni yuritib kelyapmiz. Korxonamizda 200 dan oshiq xodimlar ishlaydi. Chet eldan import qilinayotgan mebellar bilan o'zimizda ishlab chiqarayotgan mebellarni raqobatbardoshligi uchun bizga chet el furnituralari kerak bo'ladi. Buning uchun biz chet eldan yaqindagina 400 millionlik furnitura import qildik va shunda 50 million davlat bojini to'ladik. Prezidentimiz qarorlaridan kelgan bizani hozirgi import qilgan 400 millionlik furnituramizni bizga shu davlat boji 10 millionga to'g'ri kelyapti. Biza qolgan 40 millionini eksportni rivojlantirish uchun, transport xarajatlarini qoplash uchun yo'naltirmoqchimiz. Bu 2023da eksportimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi bu qarorlar. Suv xo'jaligi vazirligining Farg'ona viloyati Furqat